Avatar ko'chatlari nima deyapti? Tomirani bir ko'rib qo'yinglar. Hammaga assalomu alaykum. Uzum ishqibozlari, ayniqsa trendga chiqqan Avatar uzumining ishqibozlari va Lamborghini uzumining ishqibozlari hozir bugungi videomizda sizlarga Avatar mevasini saqlanganini holatdagini ko'rsataman. Bugun 10-dekabr 2025. Vali premium klassda uzum emas. Nima? Shira tushgan, kamsga tushganlarni qo'yganman. Xonadonda nima qilingan holatida endi buni nimaga olib kirilgan xonadonga? O'sha xonadondagi uzum emas. Mana shu YouTube'dan ham katta ekan. Avatar. Endi qizil bo'lib qolganlari, hali to'liq yetilmaganlari ham bor, lekin kasallik tushgan uzumni men chir ketsa kerak dedim, chirimabdi. Bular shira tushgan ekan, o'zi banda. Ha, shira bor, kamsi tushgan. Ukamiz taniganlar bormi? Kommentariyada yozib ketinglar. Keladiganlarga mevasidan olib qo'yilgan, ha? Bu akamga ham hozir beraveraman. Keladiganlarga beradilar. Bir donadan bo'lsa ham qishda mana avatarlar uzumlarni yeyman. Mana bismillah. Mana Lamborghini. Uzumda eng oldilarini qo'yganman. Mana tasini olib beraveray. Avatar qaranglar mana. Endi to'kilyapti mana, shira tushgan, boshqa bo'lgan. Lekin o'zi kasal tegan uzum ekan, lekin shirib ketmaganda mana. Holati zo'r turibdi-da mana. Svejiligi, yesa ham karsilib. Ha. Teb beraymi? Teb ko'rsatib bering. Uzib bering mana. Uzilishini ko'rlaring. Ha, bismillah. Hartalashdan tezlayapsan, qattiq turibdi mana. Hozir paytda kilosi 100 ming atrofida. 100 ming. Avatarlarga. Manikür fingram eng kami 50 ming so'm ekan, yo'q ketyapti ekan. Ko'rinishiga sifatiga qarab. Kami 50 ming. Bu Halloween mana bu. Bu Halloween. Halloween ham to'g'ri ko'rsatib qo'ying. Bular yangi nishona bular, ha? Bu yilgi yangi hosillar. Bu nishona hosil. O'zi bu chillik uzum. Baylar orasida qolib ketgani uchun nima qilganmiz buni? Bu sal yumshabdi, lekin bu o'zi lekin ezilib ketmagan. Yesa bo'ladigan. Ta'mi shirin, o'tkir bo'ladi. Shakari baland bo'ladi. Urug'siz kishmish uzum hisoblanadi, yo'qmi? Keyingisi Lamborghini. Lamborghini ko'pchilik so'rayotgan, buni ko'chatdan yo'q lekin. Ko'chat qolmadi. Ko'chat qolmagani mevasi bor. Urug'i yo'q qaranglar. Ko'pchiliklar bizga kelib qolib ketganlar deyishdi, taxir ekan deyishdi. Mana uni yeb ko'rsa, bu haliga g'arq pishgan paytida. Yani bular pishgani olinganligi uchun, ha, o'z rangi ham bilinib turibdi-yu. Pishgan olingani uchun bular davolasi o'zgarib turibdi. Ha. Avatar. Ko'z bilan ham uncha katta ko'rinmayapti. Ko'z bilan ko'rsa dahshat katta, nima? Ular hozir bitta gugurt qutiga qo'ysa haqiqatda gugurt qutini yopadi. Barobarda bular. Qadrdonlar, bularni avatarlarda va mahalliy uzumlarda 11 xil turdagi navlarda sortlari bor, ko'chatlari, 1 yosh va 2 yoshliklari. Sizga berib yuboraman-da. Keladiganlarga beraman. Keladiganlarga beraman, bo'ldi, gap so'z yo'q. Ash videoni ko'rib kelasizlar, faqat endi hisobga olinglar-da, bu 2 kun 3 kunda bu uzum qolmaydi. Faqat avatardan ko'chatlari bor. Alosxon akam o'zimizni sherigimiz. Biz ishni birga boshlaganmiz. Asha boshda beraveradi. Mana Lamborghini. Hala Denida qachon qo'yilgan edi bu? Oktyabrda boshida 10-sigacha qo'yganmiz. Даже undan ham oldin. Oktyabr bosh qo'yilgan, 2 oy bo'ldi-da. 2 oy bo'ldi. Mana turaverardi bu, endi katta partiyada uzum olib kirilgan edi. O'sha uzumlar tugagani uchun xaladini o'chirish bo'lib qolgani uchun nima qilindi? Buni ham olib chiqildi. Ha, olib chiqib qo'yildi. Mana shu turaveradi. O'zi harorat o'tib qoldi. Uyda ichi ham muzda ekan, turaveradi. Qadrdonlar saqlasa ham bo'ladigan. Buni kasallik tushirmasdan chiroyli qilib bog'da yoki uyingizda sifatli qilib qarab saqlasangiz, bundan ham ko'ra sifatli turadi, ha, xudo xolasa. Zo'r turadi. Buni ko'chatlaridan bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa yetkazib beramiz. Salomat bo'linglar. Qadrdonlar, bugun 10-dekabr. Uzum ko'chatlari zakazlar to'g'irlab tayyorlayapmiz. Mana 4 ta viloyatga, Namangan, Buxoro, Qashqadaryo, Andijonga tayyorlagan pochtalarimiz ketyapti bugun. Yana naryoqda ham bor, Teblistamizda ham
Xullas bir 10 ta odamga ko'chatlar tayyorladik. 11 xil uzum sortlari bor bizda, yangiliklar. Avatar, Manicure Finger. Avatarda narxini aytmayapsiz deyapti. Avatar 1 yoshlik sortirovka bo'lgan yaxshisi, tomiri zo'rlari 40 ming so'm qilib beramiz. Manicure Fingerlarimiz 30 ming so'm. 1 yoshlik bular. Bag'a ketaveradi. 10 ming, 15 mingliklar ham bor mahalliylarda naviga qarab. Xullas 1 yoshlik ko'chat tomirlari o'ta zo'r mana. Ko'ryapsizlarmi? Shunaqa qilib pochta orqali jo'natib beryapmiz. Ekrandagi raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar.